هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn-i Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 30. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Peygamberinin ayalları! İşçinlardan kimi ki aşkarı kabih işini kılıdıken onunla həssilep azap kılındı. Bu Allah'a asandır. Sizlerden kimi ki Allah'a ve onun Peygamberine itaat kıysa ve yaxşı amel kıysa onunla savabını iki katlap verimiz. Onunla cennette esil rızık tayarladık. Peygamber aleyhisselamның ayallarının başka ayallarga okşaş emas ekanligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette Peygamber aleyhisselamның ayallarga ular Allah Teala'ni, onun peygamberini ve ahiret yurtini ixtiyor qilgan, ularning ishi Peygamber aleyhisselamның nikahida muqimlashgan, ondan ularga ularning hukmini ularning boshqa ayollardan alohida farqli ekanligini xabar qilish munosib kelgan paytda va'z nasihat qilib, ulardan kimiki oshkor qabih ishni qiladi ekan, uningga hassilab azob qilindiganligini bayon qiladi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetdagi oshkor qabih ishdan ko'ngilsiz bo'lib qilish ve nachar axloq ko'z tutiladi dedi. Nimeli bo'lmasin, ayetteki şartlik cümle neticenin vücudga chiqishini talab qilmaydigan shartdir. Mesela Allah Teala'nın sana ve senden ilgirki peygamberlerge eğer sen Allah şirik keltirsan senin amelin elbette bekar bulup ketidi deb vahiy qilindi. Eğer ula yani şu peygamberler şirik keltirse idi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'lardim degan. Agar Alloh bala tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganni ixtiyor qiladi. Alloh bala tutishdan pokdir, u g'olib bir Allohdir degan oyatlarga o'xshash. O ayallarının o'rni yuqori bo'lganligi yuzasidan ularning o'rnini ve yuqori sharifini saqlash uchun agar ulardan gunoh sodir bo'lsa, uningga ig'ir jazo qo'llanish munosibdir. Shunga Allah Taala mundaq deydi: ishchinglardan kimiki oshkor qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilindi. Malik Zaid ibn Aslamning onunğa həssilab azab qılındı degan ayet haqqında onunğa dünya ve ahirette həssilab azab qılındı deganligini rivoyat qildi. Bu Allah'a asandır. Yani o'ngay ve qolaydır. Ondan Allah Teala özünün adaletini ve merhametini tövendeki ayetinde bayan qildi. Sizlerden kimiki Allah'a ve onun peygamberine itaat qilsa, yani Allah Teala'ga ve onun peygamberine boysunsa, onun davetini kabul qilsa, onunğa savabını iki katlap verimiz. Onunğa cennette esil rızık tayarladık. O ayallah cemi insanların turalgı caylarının üstüdeki en yukarı turalgı boğan Peygamber aleyhisselamның turalgı cayları da boludu. Bu cennetning erişki en yakın turalgı caylarıdır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ey Peygamberinin ayalları, sizler başka ayallarının hiçbiriga o'xshamaysizlar. Sizler yat erlerge söz qilganda
nazokat bilan so'z qilmanglar. Nazokat bilan so'z qilsanglar, dilida nifoq bor odam sizlarga qarata tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. O'ylaringlarda o'ltiringlar. İlgiriki cahiliyet davridagi ayollarning yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Allah sizlarning gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Uylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhisalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Allah haqiqatan sirlarni bilguchidir. Hammadan xabardardir. Müminlarning onalarini boshqalarga ulgu bo'lishga tegishli adab axloqlarni o'zlashtirishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bu oyatda payg'ambar alayhisalomning ayollarini o'zlashtirishga buyurgan adab axloqlarni bayon qiladi. Ummet ayolları adab axloqliq bo'lishda ularga ergishadi. Allah Teala payg'ambar alayhisalomning ayollari xitob qilib, ularning Allah buyurgandek Allah Teala'dan qo'rqishi lozimligini, boshqa ayollardan hech birining ularga o'xshamaydiganligini, fazilat va darajada jihatda ular bilan bir qatorda bo'lanmaydiganligini xabar qiladi. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Suddi va boshqalar bu oyatdan ayollar erlarga so'zlaganda inchga va naz bilan so'zlishi ko'z tutildi dedi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: nazokat bilan so'z qilmanglar. Dilida nifoq bor odam sizlarga qarata tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. İbn Zayd mundaq deydi: yaxshilik yo'llarida chiroyli, go'zal va yaxshi so'zni qilinglar. Buning ma'nosi ayol kishi yot erlarga so'z qilganda naz aralashmagan so'zlarni so'zlishi, ya'ni u yot erlarga o'z eriga so'zlagandek so'zlamasligi lozim. Uylaringlarda o'ltiringlar, ya'ni uylaringlarni lozim tutinglar. Hojisiz sirtqa chiqmanglar. Şeriyetni hazırlagan halda namaz o'qish uchun masjidga chiqish yo'lga qo'ygan hojatlardan biridir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Alloh taolaning ayol bandalarini Alloh taolaning masjidlaridan to'smanglar. Ular masjidga xushpuroq ishlatmagan holda chiqsin. Ya'ni bir rivoyatda ularning namozlarini uylarda o'qishi yaxshidir. İlgirki cahiliyet davridagi ayollarning yasinib chiqqanidek yasinib chiqmanglar. Mujahid ayol kishi sirtqa chiqib erlarning oldidan menib yurishatdi. Cahiliyet davridagi ayollarning yasinib chiqishiga o'xshashdir dedi. Qatada Allah Teala'nın ilgirki cahiliyet davridagi ayollarning yasinib chiqqandek yasinib chiqmanglar degan oyat haqida mundaq dedi: Uylaringlardan chiqsanglar, undaq yasinib chiqmanglar. Ular cahiliyet davrida sirtqa to'li chiqatdi. So'z harakatida naz qilib, chiroyli akilaydi. Alloh taolo ularni ana shundaq qilishdan to'sdi. Muqatil ibn Hayyan oyatdagi yasinib chiqish degan so'zdan ayol kishining yog'liqini beshiga chekmay sirtqa chiqishi ko'z tutildi demakdir dedi. Yağlık o ayolning bulapkalarini, halqalarini ve boynunu yepish kerak dedi. Yepish kerak edi. Biroq yağlık çekmeganda uning o nasllarining hammasi ko'rinib qoladi. Ana shu yasinib chiqish deganlikdir. Namaz o'qinglar. Zakat beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Alloh taolo dastlabda ularni yomon ishdan to'sdi.
Allah Taala ularni dastlabda yomon ishdan to'sdi. Ondan hech shirki bo'lmagan yolg'iz Alloh Taologa ibodat qilishdan iborat namoz o'qish, insonlarga yaxshilik qilishdan iborat zakot berish qatorliq yaxshi ishlarga buyurdi. Payg'ambar alayhissalomning ayollarining payg'ambarning oilasidagilardan bo'ladiganlik to'g'risida. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Bu payg'ambar alayhissalomning ayollarining payg'ambar oilasiga kirdiganligini ko'rsatadigan dalildir. Chunki ular bu oyatning nozil bo'lishiga sababchi bo'lg'uchilardir. Kesib aytganda sababning ichiga, sababning maydoniga kelishiga sababchi bo'lganlarmi kirdi. İbn Jarir Ikrimaning bozorda ey payg'ambar oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oyat payg'ambar alayhissalomning ayollari xos nozil bo'ldi deb to'g'laydiganligini rivoyat qildi. İbn Abu Hatemmu İbn Abbas radıyallahu anhumadan Allah Teala'nın ey payg'ambar oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oyati haqida mushundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat xosla payg'ambar alayhissalomning ayollarining haqida nozil bo'ldi. Ikrima kimiki o oyatning payg'ambar alayhissalomning ayollari haqida nozil bo'lganligini isbotlashda la'nat etishga chiqishni xohlasa, uning bilan la'nat tilishiman dedi. Faqat ayollar bu oyatning nozil bo'lishiga sababchidir. Lekin kengchilik va umumni ko'zda tutganda ulardan boshqalarmi shu sababning ichiga kirdi. İbn Jarir Shaybining qizi Safiyadan Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni atiganligi payg'ambar alayhisalom chiqib keldi. Uning ustida qora qildan to'qilgan, naqsh qilingan yepinchi bor edi. Ondan Hasan radhiyallohu anhu keldi. Payg'ambar alayhisalom uni qo'yniga yo'gidi. Ondan Husayn radhiyallohu anhu keldi. U unimi shunday qildi. Ondan Fatima radhiyallohu anha keldi. U unimi. Ondan Ali radhiyallohu anhu keldi. U unimi shunday qildi. Ondan payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: ey payg'ambar oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni saqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim Yazid ibn Hayyanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Husayn ibn Sabra va Umar ibn Muslim uchimiz Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhumning yeniga bordik. Biz uning yenida o'ltirib bo'lgandan keyin Husayn uningga: ey Zayd, sen haqiqatan nurg'un yaxshilikqa muloqot bo'lding. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni ko'rding, uning so'zlarini anglading, uning bilan g'azotga chiqding, uning orqasida turib namoz o'qiding. Ey Zayd, sen haqiqatan nurg'un yaxshilik muloqot bo'lding. Ey Zayd, bizga payg'ambar alayhissalomdan anglaganlaringni so'zlab bergin dedi. U: ey qarindishimning o'g'li, Allohning nomi bilan qasamki, yeshim cho'ng'ayib qoldi, ajlim yaqinlashdi. Payg'ambar alayhissalomdan anglab tutib olganlarimning ba'zisini unutib qoldim. Men sizlarga so'zlab berganni qabul qilinglar. So'zlamaganga ortiq avor bo'lmanglar dedi. Ondan u mundaq dedi: bir kuni payg'ambar alayhissalom Makka bilan Madina orasidagi Hamman deydigan yerdagi suv bo'yida xutbaga turdi. U Alloh taologa hamd sana o'qidi.
kishilar vaz nasihat qildi. Kishilarga vaz nasihat qildi. Alloh taoloni eslatdi. Ondan mundaq dedi. Ey insonlar, bilinglarki, men haqiqatan insonman. Rabbimning elchisi Azroil, Rabbimning elchisi Malakul Maut menga keladiganiga oz qoldi. Men uni qabul qilishim kerak. Men sizlarga qimmatlik ikki narsani qoldirib ketmoqchi. O ikkisining birinchisi Alloh taolaning kitobidir. O kitobda hidoyat va nur bor. Alloh taolaning kitobini tutinglar va uningga mahkam esilinglar. Payg'ambar alayhisalom kishilarni g'olib va buyuk Allohning kitobiga chin esilishga qiziqtirdi va rag'batlantirdi. Ondan 3 qitim mundaq dedi. Sizlarga oilamdagilar haqida Alloh taoloni eslataman. Sizlarga oilamdagilar haqida Alloh taoloni eslataman. Husayn onunğa, ey Zayd, onun ailesidagilar kim? Onun ayolları onun ailesidagilarga tava emasmi? dedi. Zayd. Onun ayolları onun ailesidagilarga tavadir. Lekin onun ailesiga tava kishilar Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyinmi sadaqa yeyish harom qilingan kishilardir dedi. Husayn, ular kimlar? dedi. Zayd, ular Alining oilasidagilar, Aqilning oilasidagilar, Ja'farning oilasidagilar va Abbosning oilasidagilardir. Alloh ulardan rozi bo'lsin dedi. Husayn, ashularning hammasiga sadaqa yeyish harom qilingan kishilarmi? dedi. Zayd, ha dedi. Kitobga va sunnatga amal qilishga buyurish to'g'risida. Kimiki Qur'onni obdan mulohiza qilsa, u shaksiz Payg'ambar alayhisalomning ayollarining Alloh taolaning ey Payg'ambar oilasidagilar, Alloh sizlarning gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oyatning ichiga kiradiganligini biladi. Chunki u ayollar haqida oyatning mazmuni tuvandagi oyatlardami davom qiladi. Uylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni Payg'ambar alayhisalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Bu oyat haqida Qatada va bir qancha kishi mundaq deydi. Ya'ni uylaringlarda buyuk va yuksak Alloh Payg'ambar alayhisalomga Qur'onning oyatlariga nozil qilgan oyatlarga va Payg'ambar alayhisalomning hadislariga amal qilinglar. İnsanlar arasından sizlarga alohida xos qilingan bu ne'matni aslanglar. Chunki vahiy boshqa insonlarning emas, balki sizlarning o'ylaringlarda nozil bo'ladi. U ayollarning ichidan bu ne'matga eng haqliq bo'lgan, bu g'animatga eng nasibador bo'lgan va bu umumiy rahmatga eng xos erishgan ayol Abu Bakr Siddiqning qizi Aishadir. Payg'ambar alayhisalomga uningdan boshqa ayolining uyida haqiqatan vahiy nozil bo'lmadi. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom to'xtalib o'tgan edi. Ba'zi ulamolar mundaq deydi. Chunki Payg'ambar alayhisalom Aishadan boshqa qiz xotin olmagan. Aisha hayotida Payg'ambar alayhisalomdan boshqa agi yatliq bo'lmagan. Shunga u bu ortiqchilikqa alohida xos erishdi. Uning bu yuksak martabaga yolg'iz ega bo'lishi tamoman munosib bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalomning ayollari uning oilasidagilardan bo'lgan yerda uning tuqqanlari bu sharafga eng haqliqdir. İbn Abu Hatem Abu Camilaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ali radhiyallohu anhu shahid qilingan chaqda Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Hasan namoz o'qiyotgan chaqda tuyuqsizla bir odam uning etilib keldi-da, uningga xanjarni tiqib etdi. Husaynning aytishicha, Hasanga xanjar urgan odam Bani Asad qabilasidan ekanligi ma'lum bo'lgan.
Hasan bo'lsa sajdada edi. Aytilishicha xanjar Hasanning sag'risiga urilgan ekan. U bir qancha oy yarı og'riqni tatib andin saqaydi. Andin u munbarga chiqib, ey ahli Iroq, bizga chiqilishda Alloh taoladan qo'rqinglar. Biz haqiqatan sizlarning amirlaringlarmiz, mehmonlaringlarmiz. Biz Alloh taolaning ey payg'ambar oilasidagilar, Allah sizlarning gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi degan oiladagilardirmiz dedi. Hasan so'zlagan siri masjidda bir odam qolmay boqildab yig'lab ketdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardardir. Ya'ni ey ayollar, Allah'ның sizlarga mehribonlik qilishi bilan sizlar bu darajaga erishdinglar. Allah sizlarning o'sha darajaga loyiq ekanliginglardan xabardor bo'lganlik uchun Alloh taolo uni sizlarga berdi va uni sizlarga xos qildi. İbn Jarir mundaq dedi: Ey ayollar, sizlarni Alloh taoloning oyatlari va hikmat, ya'ni hadislar o'qiladigan uylarda qilganligi uchun Allah Taala'nın sizlarga bergan bu ne'matini eslanglar. Onun için Allah Taala'ga şükür qilinglar ve onunğa hamd sana aytinglar. Allah hakikaten sizlarni bilgichidir, hammadan xabardardir. Yani Allah sizlarga nihoyat mehribondir. Çünkü o sizlarni Allah Taala'nın ayetleri ve sünnetten ibaret hikmet, yani hadisler o'qiladigan uylarda qildi. Allah sizlarning hamma ahvolinglardan xabardardir. Çünkü Allah sizlarni o'zining payg'ambariga xotinlikqa tanladi. İbn Jarir Qatade'nin uylaringlarda Allah'ның ayetlerinden ve hikmetten o'qilayotgan narsalarni yod etinglar degan oyat haqida Allah Teala ulağı ani şu nimetni esiltiyotidu deganligini rivoyat qildi. İbn Abu Hatem ve Atiye Avfidin Allah Teala'nın Allah hakikaten sizlarni bilgichidir, hammadan xabardardir degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Yani yoshurun sirlarni oshkorlashni bilgichidir, sirlarning o'rnidan xabardardir. Elhamdülillah, yuqorida Sure Ahzab tafsiridan 34. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.